Chilla davridagi ayollarni qanchalik biz asrasak, shunchalik u ayol o'zini tezroq tiklaydi. Energiyasi yo'qotgandan keyin uni tiklash uchun o'z vaqtida ovqatlanish kerak bo'ladi. O'z vaqtida uxlash kerak. Kerakli vitamin, minerallarni ichish kerak bo'ladi. Har bir ayol uchun muhim hisoblanadigan bu chilla davrida ayol butun homiladorligi va tug'ruq vaqtida yo'qotilgan energiyasini, kuchini tiklashga harakat qiladi. Bu davrda demak ayol farqi yo'q. Kesilib kesishdan keyingimi, tabiiy tug'ruqdan keyinmi, baribir ham energiyasi yo'qotgandan keyin uni tiklash uchun o'z vaqtida ovqatlanish kerak bo'ladi. O'z vaqtida uxlash kerak. Kerakli vitamin, minerallarni ichish kerak bo'ladi. Undan tashqari o'zini gigiyenasiga ham alohida e'tibor berish kerak. Ya'ni ko'kraklarimizda massiv bo'lmasligi uchun ichki kiyimlarni o'z vaqtida almashtirish kerak, ho'l bo'lib qolmasligi kerak, yengil yupun kiyinish kerak emas. Bachadonimiz ham qisqarayotgan payti yaxshilab emizish kerak. Qanchalik yaxshilab emsa, shuncha bachadon yaxshi qisqaradi, o'z holiga qaytishi mumkin. Undan tashqari demak ichki kiyimni gigiyenasiga ahamiyat berish kerak. Hidlanib qolish kerak emas. O'shanaqa holatlarni oldini agar olmoqchi bo'lsa, albatta UZI tekshiruvdan o'tib turish kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa surtma topshirish kerak bo'ladi, CT topshirish kerak bo'ladi. Qon bosimini nazorat qilish kerak bo'ladi. Chilla davridagi ayollarni qanchalik biz asrasak, shunchalik u ayol o'zini tezroq tiklaydi va albatta kelajakda yana ona bo'lish uchun imkoniyati bo'ladi.